Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu Flynn tasnifi, kompyuter arxitekturasi turlari va ularning xususiyatlari. Flynn tasnifi kompyuter arxitekturalarini instruksiya va ma'lumot oqimlari soniga qarab toifalaydi. Bu tasnif SIST, Single Instruction, Single Data, SIMD, Single Instruction, Multiple Data, MIST, Multiple Instruction, Single Data va MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data kabi to'rtta asosiy turga bo'linadi. Har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu tasnif zamonaviy parallel hisoblash tizimlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Flynn tasnifi 1966 yilda Michael J. Flynn tomonidan taklif qilingan, kompyuter arxitekturalarini instruksiya va ma'lumot oqimlari soniga qarab toifalaydi. To'rtta asosiy tur mavjud: Single Instruction, Single Data, SIST, Single Instruction, Multiple Data, SIMD, Multiple Instruction, Single Data, MIST, Multiple Instruction, Multiple Data, MIMD. Har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, zamonaviy parallel hisoblash tizimlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi. SIST yoki Single Instruction, Single Data arxitekturasi bitta instruksiya va bitta ma'lumot oqimi bilan ishlaydi. Klassik misollar IBM va oddiy ish stansiyalaridir. Har bir instruksiya ketma-ket bajariladi, parallelizm yo'q. Bu arxitektura dastlabki kompyuter texnologiyalarida dominant bo'lgan va hozirgi kunda ham oddiy hisoblash vazifalarida keng qo'llaniladi. SIST arxitekturasi oddiy ofis dasturlari, matn tahrirlagichlari, kompilyatorlar, veb brauzerlari va ma'muriy tizimlarda qo'llaniladi. Uning asosiy afzalliklari sodda tuzilishi, oson dasturlash, kam resurs talabi va arzon ishlab chiqarishdir. Biroq katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda samaradorlik past, chunki faqat bitta amal bajarilishi mumkin. Oddiy kompyuter tizimining blok diagrammasi markaziy protsessor, yagona xotira bloki va ketma-ket bajariladigan instruksiyalar oqimini o'z ichiga oladi. Ushbu tuzilma SIST, Single Instruction, Single Data arxitekturasining asosiy modelini tashkil etib, bitta instruksiya, bitta ma'lumot elementini ketma-ket qayta ishlashga mo'ljallangan. Bu arxitektura oddiy ofis dasturlari, matn tahrirlagichlari kabi kam parallelizm talab qiladigan ilovalar uchun samarali hisoblanadi. Uning soddaligi va aniqligi dastur bajarilishini boshqarishni osonlashtiradi. SIMD yoki Single Instruction, Multiple Data bitta instruksiyani bir vaqtning o'zida ko'p ma'lumotlarga tatbiq etish orqali yuqori parallelizmni ta'minlaydi. Bu vektor va matritsa hisoblashlarida, rasm va video ishlovda samarali. Cray superkompyuterlari, zamonaviy grafik protsessorlar va disk protsessorlar mashhur misollardir. Grafik protsessorlar yoki grafik protsessor birliklari video va rasmlarni tezkor qayta ishlashda, 3D grafikalar yaratishda va o'yin industriyasida keng qo'llaniladi. Minglab kichik yadrolar bir vaqtda ishlaydi. Har bir protsessor bir xil instruksiyani turli ma'lumotlarga qo'llaydi. Bu katta hajmdagi ma'lumotlarni bir vaqtda qayta ishlash imkonini beradi. Ilmiy hisoblashlarda yuqori unumdorlikni ta'minlaydi. SIMD, Single Instruction, Multiple Data arxitekturasi barcha yadrolarning bir xil instruksiyani bajarishini talab qiladi. Bu esa moslashuvchanlik chegaralarini yuzaga keltiradi. Shartli operatorlar va murakkab algoritmlarda bu cheklovlar ishlash samaradorligini pasaytirishi mumkin, chunki parallel jarayonlar uchun sharoit har doim mos kelavermaydi. Shuningdek, xotira chegaralari katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ularga tezkor kirishni murakkablashtiradi. Bu esa tizimning umumiy samaradorligini cheklaydi. Natijada SIMD arxitekturasining qo'llanish sohalari chegaralangan bo'lishi mumkin. Zamonaviy bu arxitekturasi bitta instruksiyani minglab yadrolar orqali ko'p ma'lumot oqimlariga bir vaqtda tatbiq etadi. Bu parallel hisoblashni kuchaytiradi, grafik va ilmiy hisoblashda samaradorlikni oshiradi. Bular ma'lumot parallel vazifalar uchun juda mos keladi, lekin shartli operatorlar va murakkab algoritmlar bilan ishlashda cheklovlarga duch keladi.
MIST Multiple Instruction Single Data arxitekturasi bir ma'lumot oqimiga bir nechta instruksiyalarni parallel tarzda bajarishni ta'minlaydi. Ushbu arxitektura ko'proq nazariy tadqiqotlar va maxsus tizimlarda, masalan, xatoliklarni aniqlash va ishonchlilikni oshirishda qo'llaniladi. MIST tizimlari murakkab va kam qo'llaniladigan yechim hisoblanib, tijorat maqsadlarida keng tarqalgan emas. Bunday arxitektura ko'proq kritik va yuqori ishonchlilik talab qiluvchi sohalarda qo'llaniladi, lekin amaliy dasturlarda cheklangan imkoniyatlarga ega. MIST arxitekturasi nazariy qo'llanishda bitta ma'lumotga turli algoritmlar va instruksiyalarni bir vaqtning o'zida tatbiq etadi. Bu xatoliklarni aniqlash, ma'lumot tahlili va ishonchlilik testlarida qo'llaniladi. Amaliy tizimlarda murakkab dasturlash modeli yuqori xarajatlar va cheklangan samaradorlik sababli kam uchraydi. MIMT arxitekturasi eng moslashuvchan hisoblanadi. Har bir protsessor o'zining mustaqil instruksiya va ma'lumot oqimiga ega. Bu asinxron ishlashni ta'minlaydi, ya'ni protsessorlar turli tezlikda ishlashi mumkin. Zamonaviy misollar ko'p yadroli protsessorlar, server klasterlari va superkompyuterlardir. MIMT arxitekturasining ikki turi mavjud: shared memory va distributed memory. Shared memory tizimlarida barcha protsessorlar umumiy xotirani ishlatadi, lekin o'lchamlash qiyin. Distributed memory tizimlarida har bir protsessor alohida xotiraga ega, bu esa yuqori o'lchamlash imkonini beradi, lekin dasturlash murakkab. MIMT arxitekturasi superkompyuterlarda ilmiy tadqiqotlar, ob-havo prognozi va murakkab simulyatsiyalar uchun ishlatiladi. Ma'lumot markazlarida bulut xizmatlari va katta ma'lumotlar tahlili uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Parallel dasturlash orqali bir vaqtda turli vazifalarni bajarish mumkin. Bu esa samaradorlikni oshiradi, lekin dasturlash murakkabligini oshiradi. Zamonaviy ko'p yadroli protsessorlar va tarqatilgan xotira tizimlari har bir tugunni mustaqil protsessor va xotira bilan ta'minlaydi. Bu tizimlar yuqori tezlikdagi tarmoq orqali bog'lanib, samaradorlikni oshiradi. Ular ilmiy hisoblash va katta ma'lumotlar tahlilida keng qo'llaniladi, murakkab vazifalarni samarali bajarishga imkon beradi. FLIM tasnifi to'rtta asosiy turga ega: SIST, SIMD, MIST va MIMT. SIST oddiy kompyuterlar uchun soddalik va arzonlikni taklif qiladi, lekin past parallelizmga ega. SIM kupu va vektor protsessorlar bilan yuqori parallelizmni ta'minlaydi, lekin kam moslashuvchan. MIST xatolik aniqlashda ishonchli, lekin kam qo'llaniladi. MIMT ko'p yadroli va klasterlar bilan moslashuvchan va kuchli, lekin murakkab dasturlash talab qiladi. FLIN tasnifi 1966 yilda Michael J. Flynn tomonidan ishlab chiqilgan. 1980-90 yillarda superkompyuterlar va parallel hisoblash tizimlari rivojlanishi bilan ahamiyati oshdi. 2000larda ko'p yadroli protsessorlar va grafik protsessorlar keng qo'llanildi. Hozirgi kunda bulut hisoblash, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar sohasida asosiy nazariy asos sifatida xizmat qiladi. Bular SIMD asosida ishlaydi va o'yin industriyasida real vaqtda yuqori sifatli grafikalar yaratishda qo'llaniladi. Sun'iy intellektda bular va MIMT klasterlari machine learning va deep learning algoritmlarini samarali ishga tushiradi. Bulut hisoblashda MIMT arxitekturasi minglab virtual mashinalarni boshqaradi. Xavfsizlik tizimlarida MIST prinsipi xatoliklarni aniqlashda muhimdir. FLIM tasnifi kompyuter arxitekturasining to'rtta asosiy turini o'z ichiga oladi. Har biri maxsus vazifalar uchun optimallashtirilgan. Yarim asrdan ortiq tajriba bilan MIMT arxitekturasi zamonaviy tizimlarda dominant. Parallelizm va moslashuvchanlik bu tasnifning asosiy farqlovchi omillari, zamonaviy texnologiyalarni tushunishda muhimdir. FLIM tasnifi kompyuter arxitekturasi tushunchalarini soddalashtiradi va tizimlashtiradi. Har bir arxitektura turi o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega, vazifaga qarab tanlanadi.
Bu bilimlar zamonaviy parallel hisoblash, sun'iy intellekt va bulut texnologiyalarini chuqurroq tushunish uchun zarurdir. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.